Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun mana va nihoyat Farg'ona viloyati Toshloq tumaniga keldik. Bu yerda mana ikkita xonani chiroyli qilib, natijli patologiya qilib beryapmiz. Xudo xolasa mana tortirish jarayonlari ketyapti. Paketlari qatirib qo'yildi. Bu yerga hozir diodsiz variant, diod ham olib kelib qo'ydim deb turadi videoga. Diod olib kelmabdim. Qo'yilmas ekan. Bu yerga xullas hozir diod qo'yilmas ekan, xullas diod qo'yiladigan variantni qilamiz. Xudo xolasa ajoyib chiroyli holatda chiqadi. Hozir buni yaqindan videoga olib chiqaraman. O'zlari ishimizga baho beringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadrli obunachilar, mana va nihoyat tortilish jarayonlari ketyapti. Bu yerda mana tepa tomonlarga xullas bunaqa material tashlab yuborilgan. Biroz tomga pena quyilgan bo'lsa kerak. Pena quyilgan ekan, mana oqqan ozgina penalar. Xullas material qo'yib yuborilgan, hech narsa tushmaydi tepadan. Shuning uchun mana shu holatda qisqa bo'laveradi. Mana lazerga otdik qirg'oqlarini, ajoyib tekis holatda turibdi. Burchaklarini qistirib va nihoyat mana ishlarimiz boshlandi. Hozir buni bitgandan keyin ham diodsiz varianti bo'lyapti. Diodsiz varianti hozir bitgandan keyin yaqinroqdan video syomka qilib chiqaraman. Bizni kuzatishda davom etinglar. Videolarimizga layklarni bosib turinglar. Xudo xolasa yana chiroyli videolar qilib chiqaraman. Hozir ikkita xonani mana bu xonasi ham xuddi shu holatda. Bu yer ham xuddi shunaqa holatda bo'lgan mana. Tepadan mayda juda hashayi bu narsalar tushmaydi. Hozir paketlarni tayyor qilib qatirib qo'yganmiz. Bu joyimiz qiyiq joy bo'lgan mana. Qiyiq joyki bir tomoni o'zi kattaroq, mana bu tomon uzunroq mana. Ana ko'chalaring. Mana shu tomon uzunroq, bu tomon mana qisqaroq. O'zingiz chiqyapsiz, men ushlab turaman, bering. Siz bag'da ushlab turing. Bo'lsa bag'da menga bering. Mana hozir strechlar mana shilinyapti. Ahamiyat beringlar, strechsiz shilingandan keyin mana material pechatlar tiniqligiga o'zlaringiz e'tibor beringlar. Juda ham ideal holatda, juda ham tiniq holatda chiqyapti. Mana yaqinroqdan olaman buni. Juda ham ajoyib, ideal holatda chiqyapti.
Hani dumba qilayotgan shekilli ha, o'qib ekan.